Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari. Hop, mana 2015 Spark mashinamiz sotuvga qo'ydik. Hop, holatlari ideal holatda turibdi. Kraskasi narigi yon eshigida ikkita ozgina bor, 10% chiqadi. Tonirovka ruxsatnomalari 8,5 oyga qo'yilgan. Hidab displeyni o'rnatib qo'yishibdi. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, salon holatlari ham ideal holatda, multirullar, monitorlar, hop, video registratorlar hammasi ishlab turibdi. Mashinamiz metan gaz, benzinda yuradi. Chexollari ham yaxshi holatda. Malibu barlarni qo'yib qo'yilgan. Deflektorlar o'rnatilgan. Xullas kerakli navrotlar hammasi qilingan ekan. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Shu mashinamiz tomidan boshqa hamma joyi shunka bo'lgan ekan. Salon holatlari ham ideal holatda turibdi. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelib ko'rishingiz mumkin. 5300 ga mashinamizni berib olamiz.